qarşı qattiq qo'llarning Aqsaroyda ustunlikka erishganligidan derak berdi. Hamda ularning Jungoga qarta yaqinda bir maydon ko'zlik hujum qo'zg'aydiganligidan derak berdi. Diqqat vatandosh. Hamda ularning yaqinda Jungoga qarta yaqinda bir maydon ko'zlik hujum qo'zg'aydiganligidan derak berdi. Soda siyaset sahasida hücumcu mu? Soda siyaset sahası büyütme şundak şerhiyle közlük hücum, Jungoga közlük hücum qo'zg'aydiganligidan derak berdi. Amerika matbuotlar bu qatim açılgan yig'inlar to'g'risida ana shundoq faraz qilishdi. Demak, közlük hücum Aqsaroy bu qatim savdo va siyosatga bog'liq Jungoga közlük hücum qo'zg'aydi degan so'z bu Amerika matbuotlarining shundoq faraz qilganligi ekan. Shundoq faraz qilishdi. Qisqasi, eng oxirgi javob arqa-arqadan Aqsaroyda ochilgan yig'inlarning tafsilotlariga yig'inchoqlandi. Aqsaroy jiddiy yig'in ochdi. Ko'zlik hujum, Jungoga ko'zlik hujum yetib kelamdi. 8. ayının 16. günü saat 11'den 43 minut ötkende Aqsaroyning yig'in zali bir qarasan qistan edi. 8. ayının 16. günü saat 11'den 43 minut ötkende Aqsaroyning yig'in zali bir qarasan qistan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Aqsaroyning bosh iqtisodiy maslahatchisi Larry Kudlow, Amerika Qo'shma Shtatlari Ichki ishlar ministri Ryan ve Ma'rif ministri Davos'la yig'in maydonida hozir bo'ldi. Bir maydon Jungo masalasi bilan boshlangan ve Jungo masalasi bilan oxirlashadigan bu bir maydon yig'in Aqsaroyda o'tkazildi ve o'tkazilyapti shu vaqtga nisbatan. Ko'p yillardan beri Jungo har qaysi taraflarning nazarida dunyoda zo'r iqtisod gavdasiga aylanadi. Amerika kaynida qoladi deb qaralgan. Hozir Jungo bilan Amerikani selishtirishga bo'lamdi. Prezident Trump Aqsaroyning iqtisod ishlari maslahatchisi Larry Kudlow ve Jungo masalasi to'g'risida savol qo'ydi. Prezident Trump Aqsaroyning iqtisod ishlari ve maslahatchisi Larry Kudlowga Jungo masalasi to'g'risida savol qo'ydi. Yuqoridagi savol qo'ydi. Larry Kudlow javob berib mundaq dedi. Jungoning iqtisodi o'sal. Amerika iqtisodiyatida jalb qilish kuchi yo'q. Ya'ni Amerika iqtisodining hozir jalb qilish kuchi bor. Haqiqatan Amerikada iqtisod taraqqiy qilyapti. Paychak bozori muqim holda o'rlayapti. Bu yerda Larry Kudlow nima deydi? Jungoning iqtisodi ahvoli hozir navbatda o'sal. Amerikada bo'lsa Amerikaning iqtisodi hozir jalb qilish kuchiga ega. Jalb qilish kuchi bilan taraqqiy qilyapti deydi. Nayt aniqki bu dal prezident Trump erishmoqchi bo'lgan javob edi. Demak, Jungoning iqtisodi o'sal, Amerikaning iqtisodi taraqqiy qilyapti degan bu javob dal prezident Trump erishmoqchi bo'lgan javob edi. Yig'in oxirlashganda Amerika hozir Jungo bilan suhbat quryapti. Ham ta'kidlab bunda ko'rsatildi. Deyildi. Amerika hozir Jungo bilan savdo suhbati o'tkazyapti deyildi. Ham ta'kidlab bunda ko'rsatildi. Kechiringlar. Amerika razı bo'lgudek şartlar to'g'risida bir kelishim imzolanmay turib. Shundaq yig'inda qaror qilindim dedi. Amerika razı bo'lgudek şartlar to'g'risida bir kelishim imzolanmay turib. Masalan, Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida bir kelishim imzolanmay turib, Amerika Jungo bilan murosasiyaga kelmaydi. Nima deydi? Amerika razı bo'lgudek yoki Jungo sen Amerikani razı qilishing kerak. Bu yerda Amerika nimadan razı bo'ladi? Bu ish yomon chunqur jarayon.
Endi uni asta konkretlashsa, asta bu jarayon matbuot yuziga chiqsa, biz xabardor bo'la olamiz. Lekin bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari nima deyapti? Amerika rozi bo'lgudek bir jarayon, bir kelishim Jungo bilan Amerika o'rtasida imzolanmay turib, Amerika Qo'shma Shtatlari hargiz murassaga kelmaydi. Bir haftadan keyin Jungo Amerika savdo vakillari umiga mo'sha yig'inlar ochilib, masalan 16-kuni, 23-kuni, 24-kuni Oqsaroyda yuqoridagi yig'inlar ochilib bir haftadan keyin, ya'ni 22-kuni Jungo Amerika suhbat vakillari umiga, 22-kuni, 23-kunlari Washingtonda yangi bir maydon maslahatchilar yig'ini ochdi. Maslahatlashish yig'ini oraliqida ikki taraf Jungo Amerika ikki taraf dastlab boj qo'yish tadbirlarini ijro qilishni yo'l qo'ydi. Bir tarafdan maslahatlashyapti. Savdo suhbati ketyapti 22-kuni va 23-kuni. Shunda hurmatli vatandosh ham ketyapti bu oraliqda. Biroq yana shu kuni Amerika tarafmi, Jungo tarafmi o'xshashlar bir-biridan boj olishdan iborat tadbirlarni e'lon qildi va bu tadbirlarni siyosat shaklida yo'l qo'ydi. Bir tarafda suhbat, bir tarafda tamoyil baja orqali bir-birini jazolash tadbirlari yo'l qo'yildi dedi. Savdo urushining o'zliksiz ko'payishi yana bir masala borgan sari muhim o'ringa chiqadi. Jungo Amerika o'rtasidagi savdo urushining kuchayishi yana bir masalani borgan sari o'rtaga chiqadi. Bargan sari o'tda muhim o'ringa chiqadi. Suhbatni suhbatlashyapmiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining samimiyati zada qanchalik? Demak, bu ham Jungo tarafdan, ham boshqa tarafdan deyli, o'tirg'i chiqargan bir masala, suhbatni suhbatlashyapmiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining samimiyati zada qanchalik? degan masalani o'tirg'i chiqardi. Bu yerda xabar tarqatqish nima deydi? Biz o'tganda leksiyada sizlarga nima degandik? Zobirman Washington Post gazetiga xabar yozib, xabarda maqola berib, nima degan? Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo bilan savdo suhbati qurish niyati yo'q. Esingizdami Turan apandi? Zobirman degan kishini leksiyada men sizlarga so'zlagan, shundaq degan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo bilan savdo suhbati qurish g'arizi yo'q, niyati yo'q, maqsadi yo'q degan mazmunda Washington Post gazetida shunda e'lon qilingan. Sababi nima? Demak, biz sen bilan suhbatlashdik. Biz sen bilan 17 yil suhbatlashdik. Hatto biz sen bilan 40 yil suhbatlashdik. Amerika Qo'shma Shtatlari nima natijaga erishdi? Masalan, biz seni Dunyo savdo tashkilotiga olib kirdik. Hatto biz sana 16 yildan keyin, 15 yildan keyin savdo tashkiloti kirdi va bozor egiligiga o'tgan davlatlik o'rin beramiz dedik. Nimaga erishdik? Sen nimaga erishding? Sababi nima? Sen 17 yil Dunyo savdo tashkilotiga kirib bergan va'dangni, ya kirishdan burun bergan va'dangni amaliylashdingmi? Yo'q. Shunga bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari suhbat qurmaymiz, suhbat qurishi yo'q, suhbat qurish niyati yo'q deganda dal mana shunday. Jungo va'dasi turmaganligi uchun balki Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo bilan suhbat qilish niyati yo'q deyilgan. Amaliyotda bu suhbat bo'lyapti deydi. Ammo hozir nima deydi? 23-kunidagi suhbatda ham bir tarafdan suhbat bo'ldi, maslahatlashish bo'ldi, ham bir tarafda ikki davlat bir-biriga qo'ygan, hasilab qo'ygan boy tadbirlarni yo'lga qo'ydi, ijro qildi dedi. Savdo urushining o'zliksiz ko'payishi. Ya'ni bir masalani iliqida qara. Amerikaning samimiyati qanchalik? Shunga bu yerda Amerikaning samimiyati deganda sen va'danga vafo qilmading, va'danga amal qilmading. Endi mendan qanday samimiyatni kutishing mumkin? Sen deganingni ishlagan bo'lsang, men sana samimiyatim bilan javob berishim mumkin deyalaydi-ku Amerika. Shundaq dedi-ku. 17 yil. Va'dangda turmading-ku.
savolga, samimiyatdan qanchalik degan savolga beriladigan javob 23-kuni Oqsaroyda chaqirilgan bir maydon ichki yig'inning kun tartibiga sig'dirildi. Shu kuni Prezident Trump yig'inga qatnashgan Moliya ministri Muchinga va Davlat Majlisining ko'plagan a'zolariga cho'nqur rahmat aytdi. Chunki bu yig'inga Oqsaroydagi yig'inga Davlat Majlisining a'zolari qatnashdi. Hozir anglasak yuqorida Marco Rubio qatnashibdi. Diqqat vatandoshlar, Davlat Majlisining a'zolari qatnashdi. Chunki dal shularning yordam orqasida endi bu Davlat Majlisining a'zolariga Prezident Trump ko'plagan a'zolariga cho'nqur rahmat aytdi. Chunki dal shularning yordami ostida Amerikaning aqliy mulk huquqini va davlat bexatarligini qo'g'dashga foydali chet el mablag'ini tekshirish yangi qonun loyihasi ma'qulladi. Demak, Amerika Davlat Majlisi mushu qonunlarni, masalan, chet el mablag'ini tekshirish, chet eldan mablag' sohasi tekshirish, ya'ni Amerika boshqa yoqda mablag' sohasi tekshirishdan iborat yangi bir qonun ma'qullandi. Bu qonunni Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi ma'qulladi. Shu a'zolar ko'pdan ko'p rahmat. Bu qonun loyiha mushu ayning 5-ida Prezident Trump imzo qo'ygan 2019-yillik moliya yilida Davlat Majlisiga, kechiringlar, Davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasining mazmuni qatoriga kirgizildi. Nazuk bir tarafi shuki, yig'inda Prezident Trump chet elning Amerika mablag' sadishini cheklash to'g'risida orqa-orqadan fikr o'ttirib qo'ydi. Yig'in qatnashgan Davlat Majlisining a'zosi Tom Cotton fikr bayon qilib, mundaq hisobladi. Jungo dunyo bo'yicha Amerikaning davlat bexatarligi va iqtisodiy bexatarligiga intayin zo'r xiris paydo